Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni Mushkot sharifda bir muborak hadislarni kezibdilarki, bitta odamlarni yo'lini to'sayotgan, odamlarni bunday qilib aylanib o'tishlikka majbur qilayotgan shoxni bunday qilib kesib hali yo'lni ochib qo'ysa deyaptilar. Alloh taborak va taolo ana shu insonga o'sha kesib tashlagan shoxi borki, odamlarga halal qilyapti. Yo'ldan ozorni olyapti, odamlarga berayotgan ozorni olsa, ana shu shoxni mevasidan Xudo jannatda beradi deyaptilar. Ko'ryapsizmi? Nima uchun? Haligi odamlarni yo'lini ochib qo'ydi. Odamlarga ozor berayotgan, aylanib o'tayotgan narsani olib qo'ydi u odam. Bu narsadan o'zbekchilik deymiz. Mana ko'chalarni ko'ryapsiz. Ko'cha metda emas, bu ko'chada emas. Bu ichkari ko'chalarga kirsiz, shag'alni bog'orda to'kkan, turpbog'da to'kkan, jicha ikki aravacha ishlatib qo'ygan, ashitda kuzgacha turadi. Aylanaveradi mashinalar, masalan. O'sha ozor emasmi o'sha? Bitta toshni olib tashlasangiz, o'shancha savob. Ham yana shu yerda bitta narsani aytdilarki, bitta odam yo'ldan odamlarga ozor berayotgan narsani olayotganda bunday olib turib, Parvardigor mana shu olib tashlayotgan narsamni ajrini otamga yetkizgin deb olib tashasin dedi. Dadamga yetkizgan savobini men olganimni ajr dadamga bo'lsin. Yana nariroqda ham tosh ko'chib qolganmi, asfalt ko'chgan bo'lsa olib turib, bunisini onamga yetkizgin. Yo'l qo'ying. Yo'l to'la ajr agar olamiz desak. Tushundingizmi? Ana endi o'sha ko'chalarga masalan odamlar uyini buzib olib chiqib, mana shunaqa qilib taklab, masalan to'sin hamma yo'q strapini taklab qo'yibdi, necha kun turibdi. Haligini masalan birov kelib aytayapti yo aytmayapti. Kitoblarda ma'nosi shu bo'lganki, mehmonlar mahalla oqsoqoli deb o'sha yerda vali deydi. Vali degani mahalla oqsoqoni, mutavalli degani. Tushundingizmi? O'sha kelib tushirishi bilan ham aytadi. Tezroq oling deydi. Bir kunga ruxsat beribdilar. Bir kundan keyin turishligi unga halol bas. Tushundingizmi? Haligi turishligi mumkin emas unga. Odamlarga ozor berib, odamlarning yo'lini ochib berishlik kerak, uni ozor bermaslik kerak. Haligini olib qo'yish kerak. Yo'lda u odam nima qilishi kerak? Hali odam bo'shatishlik kerak. Endi yana aytadilarki, mana o'sha fatavo kitoblarda aytdilarki, bir odamga duoli, hozirgi kunda bundaqangi ustum chiqarib turib, bundaq shapka chiqarib qo'yapti, ko'rganmiz? Ana shuni gapiribdilar kitobda. Hech ham mumkin emas deyapti. Ko'ryapsizmi? Hozir men urib bo'lib ketdi, haligi joyga joy qilyapti, onalar chiqib o'tiribdi. Haligi joyda o'tganlarga ham haligi masalan gunohkor bo'lib qolishiga sabab bo'lyapti. Ana shu chiqarib qo'yayotgan shapkani gapirgan ekan eski kitoblarda. Ko'ryapsizmi? Mumkin emas ekan, u ko'cha ekan. Biz o'zimizni darvozamizni ichi bizniki ekan. Ko'chaga haligi masalan uni ham ochib yo'lni kengaytirib qo'yishimiz kerak. Haligi masalan odamlar bunday qilib 6 metrni o'rab, to'rtta daraxt ekib, o'shani yemang, o'shani olmang, hali kitobga tushib qolmaylik siz bilan biz. Tushundingizmi? Haligi narsa yo'ldagi odamlarning yo'lini qisqartirish bo'lib qoladi. Odamlarga o'sha narsa ham ozor bo'lib qoladi.